Ginden koyuladı. Qora 3 oyaqlı spoiler so'rab berganlar uchun bu hali noma'lum. Assalomu alaykum Avtolux obunachilari. Hamma yerda muhokama bo'layotgan sora letni qo'yamizmi yo bo'lmasa biletni qo'yamizmi deganda sizlar bilan bir xilga ko'rib chiqamiz. Birinchi tozaga avajlarimizni sizlar bilan birga ko'rib o'tamiz. Neobishni bo'lgan Pioneer original subwooferlarimiz kelgan. Keyin bu yoqda boshqacha kattalarga agar ham metani bo'lsa Sparklar uchun, Max'lar uchun tengda turaveradi, zarar yo'q. Inomarka mashinalar uchun sidentiyani tashlamak ham qulay, o'zini usultillari bilan birga. Xullas, subwooferlarimiz narxini keladigan bo'lsak, 500 ming so'mdan ta 1 milliongacha bor. Ko'pchilikga qiziq bo'lgan Malibu barlarimizni ruchnoy motorchiklari bo'ladi. Ina bu 5 so'mlisi katta eminli motorchiki, bariga kichkinaroq ham 5 so'mli bo'ladi. Zo'r, narxlari 300 mingdan 500 minggacha. Ko'pchilik izlab bergan qo'limdagi Scors avtomat korobkaniki qorasi bilan qora 3 oyoqli spoiler so'rab berganlar uchun bu narsalarimiz ham keldi. O'ziniki servis aptash oladidan yana beri bergindan qo'yiladi. Berini ham qoraytiraman desangizlar, berini ham qorasidan kelgan. Sanjarbek ukamiz og'a ishini Sparkchilar uchun 99 ming so'm skidga qo'yib berdik dedi. Yaxshi uka deb shu baho qo'yib berdik. Cobalt uchun obshipki qo'jalarimiz esa 120 ming so'm qo'ydik 4 tanesini. Magi vitroliklarimiz ko'pchilik izladi. Yana shu magi vitroliklarimizdan keldi. Bular bilasizlar, org'in o'xshab sinmaydi. Ko'pchilik biletni qo'ysa bo'ladi deb turibdi. Buni qo'ymasdan burun farni ichi ochilib, qoraytirilib, keyin qo'yiladi. Yo'q, men farni ochaman desangizlar, buni qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Kommentda yozib qoldiramiz. Bu hali noma'lum.